Hazillashmayapsizlarmi? Shunaqa katta xaridga qilib yubordinglarmi? 450 mingdan, ha? Qoyil lekin. Obzor qilamiz 450 minglik chegirmalarni qabul qiling. Turkiyalikka hammasi original, bisirlar qadab qo'yilgan. Rasvetka ustimdagi qizil rangi, balotoviy rangi, shunaqa bejoviy rangi. Bular 450 ming turkiyalikka ulgurib qolinglar. Juda ham go'zal ko'ylaklarimizni hayit munosabati bilan chegirmaga qo'yib qo'ydik. Endi men bunga nima deysiz? Men bunga bu 3 dona, 4 dona qopdi 450 ming bu ham. Bu ustingizda bor yo'qligi bilinmaydi. Bu 450 ming. Qarang, men bunim bor. Balshimerka kiyadigan opalarimizga 450 mingdan. O'ta go'zal, yorqin ranglarda. Men bundan endi buni bitta so'rab olasizlar, 450 mingdan chegirmada. Bu men bu rangidan 2 dona qopdi. 450 ming kiyganingizda qand turadi, bilasiz-a? Endi men bu abayani sevganman, o'zim ham bittadan kiyib olganman. 450 mingdan o'rtoqlar. Bular hammasi 700 mingdan sotilgan ko'ylaklarni biz hayit munosabati bilan chegirmaga qo'yib qo'ydik. Ulgurib qolasizlar, direktga yozsanglar, qizimiz sizga har birini, rasmini, razmerini aytishadi. O'zingizning razmeringiz bo'yicha zakaz qilsangiz bo'ladi. Chegirmadagi ko'ylaklarimizga dastavka pulli, o'rtoqlar 30 ming 35 ming bo'ladi, hududingizga qarab turib. Qolgan chegirma bo'lmagan ko'ylaklarga bilasiz bizda dastavka bepul. Bunaqasi faqatgina Dubai House'da. Yarashibdimi?